Qaydaman? Bu qayt. Salom, sen oddasan. Nima? Yo'q, yo'q, yo'q. Yordam beringlar, biz hech o'qimadik. Stivlarmi? Yordam beringlar, biz qalqon askarlarimiz. Bu kim? Men ot qiroliman. Men qo'yib yuboring iltimos. Mayli. Sen ikki tanlov bor. Birinchisi, ular kabi yonasan, menga ishlaysan, rudola kabi deysan, mana shunaqa ishlar. Ikkinchisi arvohbagacha kelanasan. Ha, bo'ldi. Ikkinchisi. Mayli. Unda men kontraktga qo'l qo'y. Qanday qo'l qo'yaman? Qo'l qo'yib qo'ydim deb qo'yaver. Qo'l qo'yib qo'ydim. Bo'ldi. Sandiqni och. Mana. Do'stlar, motosiklim bor endi. Yo'q, voy, yonyapman. Ha, yomon tush ko'ribman, men addekiman, a? Yaxshi, xo'sh, kontraktga qo'l qo'ygansan, endi sen arvohbagachisan. Nima? Sandiqdan ol va ehtiyot bo'l. Bu safar o'lib qolma yana. Mototsikl do'stlar, 1000 metr uramiz xoschalik. Do'stlar, qani aylanib ko'raylikchi. Hop. Hop. Ay! O'zimni g'alati his qilyapman do'stlar. Oho. Kuchim rosa ko'payib ketdi-yu. Hopa. Yo'mas. Do'stlar, qaranglar qanday olovni qo'yganini, olovga hech qanday harakat ta'sirligim yo'q yana, voy. Juda kuchli ekanman. Mayli, oddiy olovga qaytsam bo'ladimi portaldan? Albatta, qaytaver. Senga topshiriqlar bo'ladi. O'zim aytaman keyinroq. Ha, mayli. Hech qanday topshiriqimiz yo'q ekan, xochalik. Zoglilarmi? Ma ukam. Voy. Urmaydi bo'ladim. Pana, shu. Ketdik do'stlar. Hoppa. Voy. Kirdik do'stlar. Endi eslolmayapman uyim qaysi ekanligini boshlovda nazarimga dedi shu yitrog'i dedi. Ha, mana mening uyim. Xo'sh. Kuchimizni tekshirib ko'ramiz. Birinchi hop mana bu qishloq yaxshi mototsiklni ko'ramiz do'stlar, nihoyat. Xo'sh. Yuhu, voy. Yuhu. Shunaqa ham tekshiramiz mototsikl do'stlar. Bu juda tez-ku. Mayli do'stlar, voy, to'xtinglar. Qorga tushib ketyapmiz bunaqa. Xo'sh, yaxshi mototsikl va endi qobiliyatlarni tekshirib ko'ramiz, qani. Pana. Yo'qmas. Nima qildim hozir? G'ildiray do'stlar. Olov yo'q qoldi. Men ishonib kildimmi do'stlar? Do'stlar, endi men yo'qyapman shekilli. Orqamdan olov chiqyapti. Hargina olov chiqmayotgan, ana prioritetimni bosib oldim. G'ildiragim yonyapti. Endi suvda yonmaydi ekan, mayli. Hoppa. Shahriyor. Kim gapiryapti? Kallamda ovoz qanday kelyapti? Kallangni ovozini senga g'azab olmasin. Ha, gapiravering, eshityapman. Senga ish bor. Qaydan men Do'stlar. Hoppa. Orqamdan kelar ekan, zo'ri do'stlar. Qayga borsam yo'qotib qo'ymayman ekanda endi. Shahriyor, eshityapsanmi meni yo'qmi? Ha, eshityapman. Hali adda qirolmisizmi, izlamaydi asha, gapiravering. Xullas, senga topshiriq bor. Eshityapman. Xullas, hozirgina eshitishimcha sening yoningga haligilar boribdi.
Kim? Gangsterlar. Ha? 10 ta. Hop, o'sha gangsterlar zeriktirib yubordi. Nima qilib? Ha, ishonmaysan nima qilayotganini. Birorta yaxshi ish menga foyda keltirmayapti. Ular menga va'da berishdi, ular agar hali yaxshilar dunyosiga borsam menga atigi ko'proq odam jo'natamiz deb, lekin ular jo'natmayapti. Ular va'dasidan ustidan chiqishdi. Yana meni mashq qilaman deyapti. Xullas ashlar adamini berasan. Qiyin bo'ladi mayli. Do'stlar, hozir biz sizlar bilan mototsikl orqali ketdik. Mototsikl qani meni bitta vorchashlar yoniga. Do'stlar, yetib keyin qaytaman. Do'stlar, mana topdik. Stop. Qarangizki, bu ikkita oddiyda jarina yo'qotdi. Mayli, buni farqi qanaqa bo'lganini. Nima ukam? Mototsikldan tushib ko'rayotganmiz do'stlar. Nima ukam? Bittasi tayyor. Yana aytdan nechtadir ram qoldi. Ha, nima? Hop, mototsiklim bor meni. Men o'sha ukam. Voy, kimdir yengil o'qotyapti. Avtomatdan bor deb kuchayapsizlar, sizlar. O'sha. Qashib ketib qoldi. Olishar. Hoppa! Ana. Mototsiklim yana bo'ldi. Yaxshi emas jo'qilgan mototsikl bilan. Ukam, bunaqa qo'raman bitta bo'ldi. Bo'ldi bu ham. Endi bunisini navbati. Qolib ketibdi-yu. Ana, bunisini bitta atakada qoqdim. Endi oxirgisi. Yopana. Bo'ldi, pishdi. Zamda qolmadi shekilli. Ali, atqirolmidingiz nima edi? Hammasi yuborildimi siz yoningizga hozir? Albatta. Stillar yoniga qo'shib qo'ydim. Ha, yaxshi. Yaxshi lavada cho'mishsin. Lavada mayli. Yonimga kel. Hop, hozir. Aspartal faqat topali. Ha, mana topdim, bo'ldi. Mototsikl endi shu tur. Xo'sh, adiyam kelib oldik do'stlar. Mototsikl men bilan birga kelib tikilaversin. Bo'lmasa kerak. Do'stlar, bo'lmayapti. Men hali atqirol halinda qilib qo'ygan bular. To'rt. Do'stlar. Xo'sh, men vazifamni bajardim. Yaxshi, ularni yubordim kerakli joyga. Yaxshi. Hey, mototsikl. Tushib ketdim orqangdan. Do'stlar, endi tepaga chiqishimiz kerak. Chiqib olaylik, qaytaman. Xo'sh, keldik. Mototsikl qochib turing, men gaplashib olay. Shu yoqda turib turing. Hoppa. Do'stlar, tushib ketish. Shu mototsikl bilan bo'lgan men ham tushib ketardim. Qaranglar do'stlar, qayda qolib ketgan mototsiklni. Voy. Xo'sh. Sen mehnatga bo'lganing uchun sanoqda senga sovg'a bor. Qani? Yangi qurol va qurol uchun o'qlar. O'qlarni mana bu yerga olib qo'yaveraman. Hozir eng oxirida unchalik foydasi tegmaydi, avtomat kerak. Do'stlar, qani? To'xtab turinglar hozir mana. Niqobni yechib turing. Voy. Kostyumni kiyamiz. Yaxshi, menga yarashdi do'stlar. Lekin xuddi men bu kostyumni oldilari ham taqqan deyman. Mayli, buni farqi yo'q. Va endi bo'ldi. Va shotgun. Qani ko'raylikchi. Hoppa. Men zo'r yarashdi. Hoppa, o'qlayman. Poq. Yaxshi lekin. Xo'sh, keyingi vazifa qanday? Keyingi vazifa dumlar uyushmasini yo'q qil. Tushunarli. Do'stlar, hozir borib dumlar uyushmasini yo'q qilamiz. Qani, shu portalga kiraverib boshim ketdi, lekin mayli. Hoppa. Voy do'stlar, hoş keldik. Mana men shotganim. Uyushmasini o'zi shutdi ekanim. Mana yaxki. Juda ko'p pasim bular do'stlar, men ishonib kelyaptimi? Serpa qisodam yo'q, qoshga to'g'ri kelyapti, mayli hech yo'q. Hoppana. Mana yaxki kelish. Mototsiklim. Mototsiklim inventariga tushib qoldi, mayli.
Ha, dumlar uyushmasi. Ana. Meni qishlog'imga kelib qo'yapti-yu, mayli. Hoppana. O'g'irlik hozir do'stlar to'xtatinglar mana. Xo'p, o'sha. Uyushmani o'zi meni qishlog'imga kelib qo'yapti, mayli. Ular ko'rinmishaman. Bir-birini endi o'tyapti. Nima ukam? O'z uyushmasini o'zi bir palakada uyushma ekan. To'q. Keyingi senmisan? Kim qoldi? Bular hammasini pistolet bor ekan. Menga aytdim, haligi atqiroqlar menga pistolet bersam, bular pistolet bilan urish kerak ekan. Pistolet ekan hammasi. Voy, pistoletlar. Mayli, qo'rqmanglar sizlar pistolet bilan uraman. Sen navbating? Bo'ldi, sen ham pishding. Xo'sh, boshqa hech kim qolmadimi? Dumlar uyushmasidan boshqa? Nima qolmadi shekilli. Juda ko'p do'stlar ko'rdinglar, kelishim bilan hammasini napast qildi menga. Qishloq safarga qo'rishga to'g'ri keldi, lekin bu shunga arziydi. To'g'rimi qishloqqa? Meni yuborma iltimos. Mayli, yubormayman. Ha! Ketdik endi. Vazifani bajardik. Faqat vazifani bajardik. Biz hech kim chaqirgan yo'q. Ashunga shu yerda yuqu qilib yuramiz. Mototsiklni minamiz va yana nimadir teshib agar galemsi yo'q bo'lsa, galem bo'lsa, shu galemni teshib ko'rmoqchiman kuchlarimda. Shunda ham kuchli bo'lamanmi do'stlar, qaranglar. Butun bitta uyushmani yo'q qildimi? Nechtadir odam bor deb pistoleti bor, lekin ular menga teng kelisha olmadi. Galem qani bitta savolda. Ana yonimdan bo'pti bashti. Kelinglar do'stlar, bo'ron tushgan jelizlardan yig'aylik. Tiklanmaydi bo'lsam, galem esa qo'yarimda keyin o'zim yengardim o'sha galemda. Ha, bu bor ekan galem do'stlar. Hozir galemni ham qo'qamiz bo'lmasam. To'q. Shula bo'ldi. Galem ham tayyor. To'q ana va sen ham. Bularning egasi qayerda? G'oyib bo'ldimi yo? Amayli, farqi yo'q. Xo'sh, endi adga boradigan payt ham keldi. Uyuhu. Voy. Motosiklim muncha orqamda yuraverar ekan. Men motosiklim yana bir yaxshi orqamda yuraversan. Hoppa. Kelar do'stlar, bitta juda yaxshi ish qilamiz. Qanday yaxshi ish aytaymi? Hoppana. Bo'ldi. Yaxshi ish qildik. Endi esa ketdik. Yuhu. Xo'sh do'stlar, yana keldik adga. Mayli, olov kuchli doimgidek. Vazifangizni bajardim. Atqiroqlar. Yaxshi, seni sodiqligingga yaxshi baho beraman. Xo'sh, birorta vazifangiz bormi menga? Albatta. Xo'shlik albatta vazifa yo'q, lekin sandiqda senga sovg'a bor. Simlar va narsa sizga men sovg'am jeleza. Xo'sh do'stlar, bu nima ekan? Sim. Hoppa. Yaxshi emas. Mana bu yerga qo'yib olsak-chi bu simni. Yaxshi, umuman olganda, yaxshi. Yangi kostyum bor ekan do'stlar, ko'rishimcha. Do'stlar, qani teshib ko'raylikchi yangi kostyumni. Xo'sh, mana. Hoppa, kiyamiz yangisini. Yo'q emas. Endi esa kallani. Namarot menga yarashar ekan. Nima do'stlar, zo'r yarashdi. Hoppana. Yaxshi. Hoppa. Bu sim bilan men zo'r narsa qilar ekanman, bunisi bilanchi. Hoppa. Ko'zim o'nyapti do'stlar. Hoppana. Yaxshi. Do'stlar, endi eski kostyum bizga unchalik kerak bo'lmaydi, yangisi zo'rroq ekan va sim ham menga. Bu kerak emas. Bo'ldi. Mayli, men o'zimning olamga ketdi.
Yuhu, keldi boying. Ma. Do'stlar keldilar mana bunda. Teşekkür ederim. Hoppa, 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 hoppa ana. Kel. Ma, ma. Hoppa bo'ldi. Sen oxirgisi ekansan. Yaxshi yomonmas. Sras pishganini tushyapti narigi. Lekin unchalik shart emas. Do'stlar qani o'taylikchi? Do'stlar keldim qushog'imga. Sen kimsan? Voy, Steve Fordmi do'stlar, men hozir nagli bu bola. Sen kimsan? Skeletmisan sen ham? Taskmaster. Beting umuman yoqmayapti oshna. Voy, yen tepardi. Tepishda boshqa narsani bilasanmi ukam? Pistoletim bor deyapmanman. Na ukam. Men hech olovli poygachman, esli, arvoh poygachman. Unaqa men bilojincha unaqa o'ynashurmagan. Qanisan? Jahlimni ko'p chiqarding. Addan cho'chqayim kelib qoptimi? Portaldan keyin bo'lsa kerak. Qanisan sen, Taskmaster? Sen o'zingcha menga teng kela olaman deb o'yladingmi? Arvoh poygachiga qanisan? Ana Taskmaster. Seni yo'q qilishim kerak. O'zingizdanmi? Albatta. Do'stlar, men motosiklim qani? Mana nima? Alternat ekan. Do'stlar, men motosiklimni yo'qotib qo'ydim. Hoppa ana. O'qib yoshna. O'qib olsam kuning bitadi. Normal ekan. Kartani bilan shekilli bu bola. Yaxshi tushar ekan lekin osmonga. Rostdan. Hoppa, voy. Sen oshna ko'p o'zingga baho bera olmaysanmi? Yo, do'stlar, bu nagli hozir men ustimdan kulyapti. Mendan zo'rman deyaptimi nagli? Mana kelgin sen o'zing kim deb o'ylaysan? Seni yengaman. Tushundingmi? Shular. Men ham bilaman bunaqa olovlardan qilishdi. Olov ichida qolib ketdi do'stlar u. Jonni pashti yarmi ketdi. Mana Men do'stlar, jonni pashti yarmi ketdi. Ana. Hop ana. Albatta sabaq qishloqqa ham yo'q. Algina qilib ketyapti, mayli, farqi yo'q. Birinchi o'rinda dushmanimiz uni yengish. Chunki o'zicha menga rosa algina qilma dedi. Tashlab tepib bu yermas. Voy, yana tepdi do'stlar. Yana tepdi. Aniq kartani bilsa kerak do'stlar bu. Jeki Channi qarindoshi bo'lsa kerak-da. Hamma yoq yoni ketyapti, bu bilan jangda farqi yo'q lekin do'stlar. Mana yaxki qansan Taskmaster mana yaxki. Shotganim bor nima o'zi? Mana o'g'li do'stlar. O'ziga ko'p baho beraveryapti. Tepib uchirib bo'ladimi do'stlar? Hali hech kim meni unaqa teppagan edi yaramasdan tashqari. Ana. Qurolim bor meni. Men so'q qurolim nima? Otadigan qurolim bor meni. So'q qurolim ham bor. Hali ikkita sim. Kelaver. Ke. O'qloli, uni ham avtomat bormi? Do'stlar, hozir men ishlatildim yo'q, avtomat bormi buni ham? Hozir o'qlab olayana. Bu kuchli ekanmi o'ylaganda? Yana tepyaptimi? Yana tepdimi do'stlar? Mana yoq kelgin sen, mana yoq kelgin.
Qo'li do'stlar. O'qib olguncha men bilan solib turamiz. Na, voy. Voy, men yaramas, men. İyi yaramas. Yana uchiraveryaptimi? Quroli do'stlar hozir. Kel yaramas, kel. Ma. Do'stlar Taskmaster degan bilan intro bo'lish kerak. Eshitishimcha u Rasamaxani yengan ekan, lekin men emas. Hoppa. Men eng kuchli regeneratsiyam bor. Ma. Uni joni menkidan kam. Men uni tushimga ehtimoli juda katta. Voy, buncha sekund qo'llanasan. Hoppa demoqchidim, suvga tushib ketdim. Voy. Oshna, kel. Yaxshi, ikkalamiz ketaylik, joning ham kam qoldi. Yo'q, yana tepadi do'stlar. Endi tepyaptimi hozir men shunday. Hop, ona, nima deysan? Ukam. Do'stlar, joni kam qoldi, shuning uchun ham qochsa kerak. Oshna o'yinda bo'lganda men bilan o'ynashmagan bo'lardim. Bo'ldi. Yengildi. Men uni yengdim va qandaydir narsalar tushdi. Lekin men do'stlar o'zi kuchliman va bu narsalarni yaxshisi yo'qotaman. Yaxshi, alqiroliq berib qo'yaman. Men oltin olma kerak yo'q qoladi bo'pti. Shu narsani tashqari hammasini otaveraman. Ketdik do'stlar, atqirolning yoniga boraylik. Hoppana. Portal qani? Do'stlar, mototsikl mashq topolmayapman xolos. Zo'r mototsikl edi, menga ko'p marta yordam berdi do'stlar. Agar mototsiklim aynan qaysi daqiqada qayda yo'qolib qolganini va nima bo'lib yo'qolganini kommentariyga yozib qoldirsanglar do'stlar, sizlarga xursand bo'lardim. Do'stlar, sizlarga challenge vazifa, mototsiklim aynan nechinchi daqiqada yo'qolganini topinglar. Men inventarimda edi. Gangsterlar boshlayotgan inventariga tushib qoldim. Halilar dumlar boshlayotgan inventariga tushib qoldim, lekin qayda qolganini aytdilar menga. Do'stlar, sizlarga challenge shu. Hoppa. Mana keldim. Salomat qarab, inson tezroq mototsikl shu yerda bo'lishi mumkin-da. Yo'q, mototsikl bu yerda yo'q. Sizga Taskmasterning niqobini va qilichini olib keldim. 30 bitta железный blok ham. Menga ham bular kerak emas, bilasiz. Atqiroli sen juda sodiqsan. Rahmat. Mayli, men ketsam maylimi? Paq. Puduq. Ukam. Men endi dam olsam degandim jichiga. Men ham bugun juda ko'p vazifalaringizni bajardim. Agar qarshi bo'lmasangiz, albatta dam olaver. Do'stlar, shu bilan videomiz tugaydi. Sizlar bilan men Shahriyor edim va arvoh poygachga aylandim. Taskmaster bilan urushdim, gangsterlar bilan urushdim. Keyin dumlar uyushmasini yo'q qildim. Shu bilan nazarda bu videoni tugatsak ham bo'laveradi. Men nazarda endi adda qolsam kerak. Mototsiklimni qidirib yuraman. Portal yo'q. Do'stlar, shu bilan videoni tugatamiz. Men esa bularni yo'q qo'raman. Hammaga xayr do'stlar.